Assalomu alaykum barchaga. Magnit relslarimiz haqida qisqachagina ma'lumot berib ketamiz. Xo'p, yonishi. Xo'p, birinchi qatorimizga 5 ta svetodiod qo'yganmiz, ikkinchi qatorimizga 8 ta. Relsimiz G-образный qilib ikki qatordan tashalgan. Qo'yilish jarayoni juda oson. Magnit relsni qo'yib olsangiz bo'ldi. Bu svetodiodlarimiz 220 ga ishlamaydi. Mana 48 volt и 20 watt kuchlanishga ishlaydi. Xo'p, bularni hisobini olish kerak. Ya'niki birinchi qatorimizga 5 ta qo'yganimiz uchun 20 wattdan 100 wattlik bo'ladi va 100 wattlik blok pitani qo'yishlaringiz kerak. Kattaroq bo'lsa ham hech narsa qilmaydi, lekin kichkina bo'lmagani yaxshi. Xo'p, ikkinchi qatorimizda 8 ta bo'lgani uchun bunga 200 wattligini qo'yib ketganmiz. 200 wattlik blok pitani ham turibdi. Qo'yilishlari ham juda ham oson. Tiq qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p, magnitli relsimiz ikki xil bo'ladi. Sotib olish jarayonida e'tibor beringlar. Gipsokartonni tashqarisidan qo'yiladigan va ichkarisidan qo'yiladigan. Buni gipsokartonchi akalarimizga bersangiz, chiroyli qilib qotirib berishadi qo'ldan kelgancha. Uстановka kelsak, mana bunday uстановka bo'ladi. Bu 220 voltga ishlamaydi. Eslatib o'tamiz. Yana ulab hamma yog'ini kuydirib yubormanglar. Yonishi ham chiroylikgina yonadi mana. Lustra ham shart emas uyga.